hududidagi, poliklinika hududidagi hojatxona. Birinchi ertasiga mana shu hojatxonada shu tadbirkor otini so'ring, Muhsinjon tadbirkor shunaqa qurdi. O'zi bu xarob tualet edi. Men ham bilaman-da, betonligini. Mana bitamidi u. Siz o'zi 3 ko'prikliksiz-ku, Sharifa, yaxshi bilasiz. Shunaqa qildi, keyin o'sha bumagasiga suvga archib qo'ydi. O'shanga qulab turardi. Ham nonponga chiqib turardi. Bilmayman nima bo'ldi, shunaqa kelishib, shunaqa qildi. Nima bo'lgan bo'lsa aytib beravering. Boricha aytib beravering. Boricha aytib beravering. Shunaqa Muhsinjon shu yerda nima qilib, o'zi remont qilib, shuncha nimalarini kompyuterlarni to'g'rilab oldirmay, o'zi xarob bo'lib yotgan joy edi. Oyoq bosib kirib bo'lmasdi. Keyin men kelib shu yerda ishlab, birov 1000 so'm berar edi, birov 2000 berib ketar edi, birov ko'ndan chiqarib ketar edi. Uni ham olganim bilan shu yerda o'zini kamini qilgan, vitazlarini to'g'rilagan, ariston qo'ygan, o'zini soch kelgan odam so'raydi-yu, tahoratiga boshqaga so'raydi. Uni ham xilgilar berganlar norozi bo'lib, noroziman deb ketadi. 2000 da otib ketadi oldimga 1000 so'mda. Mana sen shunga nimasisan, gadaymisan deydi. Endi bunga bumaga olamiz, o'zimiz kompyuterlarni qilamiz, singan joylarni to'g'rilaymiz. O'zimda ham sharoitim og'ir rosa. Men shu yerdan 5-6 so'm nima qilsam, endi bilmasam o'sha kuni odam kelib, qaysi kuni aniq esingizda bormi? 7-kun, 6-kun, 7-kun shunaqa qildi. Oyini ham aytib boring. Noyabr. O'sha kuni o'sha prokuraturadan odam kelib, nimaga bu yerda pulni qilding? Nimaga pul nima qilyapsanlar? Bu davlatning joyi-yu deb shunaqa janjal qilib, keyin uni nima rezervga chaqirdi. Shunga kirasan, agar bu yerda endi qaytib ko'rsam, xafa qilaman sizni dedi. O'sha prokuror kelgan nima. Keyin prokurorga kirdim, ayda tushuntirish xati yozdim. Yoqqa chaqirishdi ichki ishlarga. Tushuntirish xatingizda nimalarni yozdingiz? Eslaysizmi? Shularni yozdim, shularni aytdim hammasini. Keyin prokuratura nimaga chaqirdi? Ichki ishlarga aytdim, shu gaplarni aytdim. To'g'risini aytaman. Ha, конечно. Nima qilmayman bari. Endi bu yerda o'sha aytganda juda ko'p pul tushmaydi. Ketdim, birov beradi, birov bermay ketadi. Atigi shu 7 kun ishlaganingiz uchun javobgar bo'lib turibsiz hozir. Birovlarning axlatini tozalayotganingiz uchun. Bilan jo'rab ketadi. Bu yerda hazilakam gap eshitmaysiz odamlardan. Bu yaxshi gapirib ketadi. Birov voy rahmat, mana shunaqa toza qilib o'tiribsiz ekan, suvi bor, hamma yo'q bor, sharoiti bor deydi. Ichki ishlarga qachon oxirgi marta chaqirishdi yana? Ro'zadan 2 kun bo'ldi. Shakdan 2 kun bo'ldi. O'sha kuni nima deyishdi sizga? O'sha kuni ham shu gaplarni gapirdi. Nimaga pulli qilgansizlar? Davlatning joyi u dedi. Nima haqlaring bor? Ega nima qilib pulli qilishdi? Pulsiz bo'lish kerak ey. deb tushunadi. Pulsiz bo'lsa rasm. Yana bir marta turadigan bo'lsangiz, apa qamab qo'yaman sizni. Men shu ichki ishni. Qamab qo'yishar ekan. Boshqa qanaqadir tazyiqlar bo'lmadimi? Bo'lmadi, shu. U o'zini tanishtirdimi o'sha qamab qo'yaman degan yigit? Kimligini aytdim. Tergovda turar ekan, nima Azizjon aytadi. Azizjon o'sha. Endi bo'ldimi, men ham qo'rqaman-da, endi kelmayman bo'ldim desam, agar ishingiz tinchimasa yana kelasiz. Siz yerda turmayapsiz-ku? Turmayapsiz? Olding turganim, o'sha noyabrda turgancha turganim. Bundan burun kim ishlagan sizdan burun dedi, ayda hech kim ishlamagan, rasmi bo'lib ketgan. O'sha men ishlab operatsiya bo'lib chiqib ketganimdan hech kim ishlamadi, xarob bo'lib ketdi. Men sharoitim nimali uchun Xudojon bilan gaplashib, men o'tib tozalab nima qilib o'tiravering deyishdi. Keyin o'shanda o'tirganda shu 5-6 kun ishlaganda ular kelishdi. Tushunarli. Sharoitingiz og'ir. 2 nafar farzandingiz bor. Eringiz nima ish qilardi? Qabristonda go'rko'lda. Familiyangiz bilan ismingizni aytib Ermatova Maloha. Rahmat. Hozir kirib ko'rdingizmi ahvoli qanaqa hojatxonani? Qaramayotgandir. Kirganim yo'q. O'sha siz uni tozalarmidingiz? Har kuni tozalab, suvlarini nima qilib, bir kunda 4ta 5ta baxillar qo'lini ham artib ketadi-da, hali sachqa ham sabr qilmaydi, yirtadi, artib ketadi, oyoq kiyimini artib ketadi. Endi artma deyolmaysiz-da, o'lsin atiga 2000 likka shunaqa qilyapsanmi deydi, 1000 so'mlik narsaga shunaqa qilyapsanmi deydi. Bilmayman. Rahmat.
Uchko'prik tuman ichki ishlariga keldik. Ichki ishlar rahbari yo'q, ish bilan chiqib ketgan. Bungacha biz kadastrga ham kirib chiqdik. Voqealar rivoji davom etyapti.